qolishiga sal qoldi. Aslida biz ertalabdan bugun dachaga yo'l olgan edik. Yo'l-yo'lakay shunaqangi motor somsalardan yeb, manzilimizga yetib bordik. Diydor g'animat qilib hamma qarindoshlar bilan so'rash chiqdik. Dachamiz shunaqa chiroyli tog'i tagida joylashgan ekan. Havolari biram zo'r, ichlari ham juda ham chiroyli, shinamgina. Har xil spalnilar, hatto chaqaloqlar lulkasigacha bor, katta xonalari, oppoq postellari. Erkaklarimiz bo'lsa bilyard o'ynashni boshlashdi. Issiqqina bassenlari, saunalari bor ekan. Suvlari shunaqa issiqqina ekan, mazza qizlar. Karaoke kinoteatri, hattoki fitness zallarigacha bor ekan. Qizlar, bolalar uchun ham umuman zerikarli emas. O'yinchoqlar, velosipedlar, har xil ko'p-to'klar, hamma narsa topsanglar bo'ladi. Oshxonalari ham, o'tirib ovqatlanadigan joylari ham juda ham chiroyli, toza, ozoda ekan qizlar. Hattoki shunaqangi yordamchi qizlarni ham chaqirtirsanglar bo'ladi. Ayollarimiz bo'lsa maza qilib dam olsa ham bo'ladi. Orada erkaklarimiz bo'lsa shunaqangi massajni stoldan dam olishadi. Biz bo'lsa issiqqina bassenlarda maza qilib cho'milamiz. Faqat menga o'xshab ishgal qilmaylik. Keyin bo'lsa shunaqangi chiroyli dasturxonda oilaviy o'tirib, maza qilib karaoke'lar etib, ashulalar etib, o'ynab, kinoteatrdan kinolar ko'rib, ishtahalarini ochib, har xil ovqatlar qilib, maza qilib dam olamiz. Tabiat qo'ynida dam olishga nima yetsin? Bu videoni albatta qarindoshlarga, tanishlarga, o'rtoqlarga, gapdoshlarga yuborib qo'yinglar. Bizani bo'lsa safarimiz qoldi. Endi bo'lsa uyga yo'l olamiz. Dachani lokatsiyasi juda ham zo'r. Yonida shunaqangi market va boshqa magazinlar juda ham yaqin. Hattoki ovqat buyurtma qilsangiz, atiga 10-15 mingga yetkazib berishar ekan.